Assalomu alaykum. Biz hozir Atirgul maydonidamiz. Bu loyiha 2024-yil Sanoat qurish banki bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Qibray tumani Po'latqadam MF 503K konturida amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu yerga Atirgul ko'chatlari ekilgan, hajmi 7,5 gektarni tashkil qiladi. Maydonimiz yassi to'rtburchak shaklida joylashganligi sababli bo'yiga 305 metrga 41 metrni, eniga 717 metrga 545 metrni tashkil qiladi. Yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ikkinchi bosqich hosil yetishib chiqib, yig'ishtirib olish jarayonida. Hosil yetilish jarayoni 90 kun tashkil qiladi. Yetishib chiqish jarayonida mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi hamda sug'oriladi. Ushbu loyiha 15 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Loyiha samarali olib borilishi uchun Mahliyo Umidjon qizi ishlab chiqarish kooperativiga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda gektaridan 50 tonnadan hosil olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda bu dehqon xo'jaliklari faoliyati kengaytirilib, yer maydonlari qo'shib beriladi hamda Atirgul hosilini ko'paytirish rejalashtirilgan.